Adenoma prostati ko'pincha 55 yoshdan keyin barliq erkaklarda uchrab turgan kasallik. Adenoma prostataning belgilari tuni zara qilgan chiqadi, 3-4 jo'li, 2-3 jo'li chiqadi. Kunduzi tez siygani boradi, zara qilgani boradi. Siyganda ingichka siyadi. Siyib bitgandan keyin qolib ketgan tuyuladi. Hozir borib siyib kelsa, dag'i 10 minutga qayra borib dag'i siygisi keladi. Bu o'sha adenoma prostataning belgilari. Bu adenoma prostatani vaqtini bilib qolib, vaqtidan daralasangiz, bu безопасный. Murda bunday operatsiyalarda открыт operatsiya, то есть cho'ng kesib operatsiya qilingan. Operatsiyadan keyin operatsiya ko'pincha udashli chiqmagan. Ko'pchilik o'sha operatsiya orqali o'tib ketganda umrining oxirigacha shu shlangada yurgan, shlanga osib yurgan. Ondan keyin tur prostat degan apparat chiqqan. Transuretrain rezeksiya prostata. Bu dag'i o'zini vaqtida eng so'nggi apparat bo'lgan. Biroq bu apparatning o'zini kamchiligi bo'lgan. Qanday kamchilik? U tur prostat qilgandan keyin adenoma prostata polni olinmaydi. Какой-то процент olinadi, sotagi kichkina adenomatozni uzlar qolib ketadi. Qolib ketgandan keyin 4-5 yildan keyin qayra o'sadi adenoma prostata. Hozirgi kunda 2025-yilda Yujniy region Qirg'izistonda Avangard klinikasi birinchilardan bo'lib olib keldi. Bu apparatdan jangisi chiqqan. Milep degani. Milep degani birinchidan minimalniy invazivniy lazerniy enukleatsiya prostat degani. Bu degani shu kanal bilan girib bez operatsiya kesbesdan jarbasdan kanal bilan girib ele adenoma prostatani полностью 99% полностью top-toza qilib tozalab olsa bo'ladi. Operatsiyadan keyin oqsoqollar o'shanda betaptar adenomani o'rgan betaptar bir kunda ele o'zlari samostoятельно zara qilishadi. Конечно, bu hozir мировой standartda zolotoy metod adenoma prostatani olish bo'yicha Amerika borsangizdagi, O'zbekistonga borsangizdagi, Rossiya borsangizdagi eng og'irgi texnologiya shu Milep degan apparat chiqqan. Bu apparat bizda bor. Bu Milep apparatni olib kelgandan keyin 20 dan oshiq oqsoqollar operatsiya qildi. Xudoga shukr, barcha oqsoqollar rozi bo'lib, so'yinib, xursand bo'lib ketishdi.